Bismillahirrohmanirrohim. Agar qishloqlar ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'yar edik. Islomda ular istagan bu dunyo hayotidagi saodat yo'ligini emas, balki u dunyoda ham saodatga erishish yo'llari belgilab qo'yilgan. Ushbu kitobning yozilishi vaqtidagi safarlarimdan birida yonimga bir yigit kelib o'tirdi va o'zini tanishtirdi. Yozgan kitoblarim uchun tashakkurlar aytdi. So'ngra o'zining qissasini boshladi. Avvallari, dedi u, ovqatlanishda sanchiqni chap qo'l bilan, pichoqni o'ng qo'l bilan ushlash kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak degan gaplar men uchun sehrli olamga o'xshab tuyular edi. Bunga o'xshagan gaplar mening eng ko'p havas qilgan narsalarim edi. Mana shunga o'xshash ko'rsatmalar meni mol va dunyo muhabbatiga olib keldi. Juda ko'p mol dunyo orttirdim, ularga hirs qo'ydim, katta davlatga ega bo'ldim, ammo boylik bevafo bo'lar ekan. Bir kunda barchasidan ayrildim. Mol dunyoga kuyib sog'lig'imni yo'qotdim. Bir kuni yuragim xuruj qilib yiqildim va 18 kun behush yotdim. O'zimga kelganimdan keyin davolanishni boshladim. Qilmagan muolajam qolmadi. Psixolog yugurdim. Oxiri Allohning marhamati bilan ibodatni boshladim. Kitoblaringizni o'qishga kirishdim. Haqiqatni tushundim. Asta-sekin tuzala boshladim. Agar bu ilmlardan oldinroq xabardor bo'lganimda, mol va dunyodan ajraganimga zarracha kuyinmas, Allohning bitgan taqdiri deb ketaverar ekanman. Shuncha savdolar boshimga tushmas ekan. Bu yigitning gaplari menga ushbu kitob behudaga yozilmayotganini ta'kidladi. Kitobni tezroq bitirib, kishilarga taqdim qilishga chorladi. Islom ba'zi odamlar tasavvur qilayotganlaridek faqat tasavvufdan iborat emasligi, balki tasavvuf islomning ruhiy tarbiya qismi ekani kabi haqiqatlarni bayon qilishga urindik. Xullas, bilganga ta'kidlash, bilmaganga bildirish, bexabarga xabar berish, dushmanga tushuntirish, do'stga nasihat qilishga harakat qilindi. Siz azizlardan ushbu satrlarda biror yaxshilik topsangiz, Allohdan deb, xato va nuqsonlar bo'lsa, kamina xodimingizdan deb bilishingizni umid qilaman. Alloh taolo o'zi bu ishimizni barakotli qilsin va hammamiz uchun foydali bo'lishini nasib etsin. Amin. Bu ma'lumotlarning barchasi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Mukammal saodat yo'li kitobidan o'qib berildi.